3 padişahlık. Zaman halkıgan muşavvir. Mazkur tor romani Üllər Studiyasi tarafidan tarjima qilindi va ovozli qilib ishlandi. Asar mazmuni to'qilma bo'lib, hech qanday xurofotlikni qo'llamaydi. Ko'chirib tarqatganlarning qonuniy javobgarligi surishti qilinadi. Amgikimizga hurmat qiling. 4-bob. Savsavning tanlishi. Begim, tuz tiqib ketdingiz. Yanmo darhol Savsavning oldiga berib, uni yo'ladi. Savsav talantli kishilarga haqiqatan yaxshi muomala qiladigan odam bo'lib, jahon ahli faqat Lyubeyning kapiga 3 qitim borganligini, talantlilarni jondan aziz ko'radiganligini bilib, Savsavning bir varaq donishmanni izlash farmonining esil zodilarining monopolligini buzib tashlashdek ulug'vor ishini unutib qolgan edi. Dianmoning qarashicha, Savsavning talant egisiga bo'lgan muomalasi Lyubeydan qilishmaydigan bo'lib, bu uning Savsavni tanlashidagi sabablarning biri edi. Janoblarining qarashicha, biz qachon hujumga o'tib pistirma qo'ysak muvofiq bo'ladi. Begim ziyrak odam. Savol so'rashning nima hojati? Tabiiyla, bugun kechida. Ular 30 ming lashkar bargohdan chiqqanda yoshirin kuzatchilardan yoshirib qolg'ili bo'lmaydiganligini belirtdi. Lekin Savsav qo'shini yengli mag'lub bo'lib, jangovarlikka to'van bo'lg'achqa, yoshirin kuzatchilar Savsavning bundoq cho'ng harakat qilishini hargiz o'ylab yetolmaydi. Ma'qul. Men hozirda berib tayyorlik qilay. Yana bir ish. Siz qo'shinga jangga otlanish farmonini tushirib bo'lgandan keyin, adirki tabriklash ziyofatiga tayyorlik qilsangiz bo'ladi. Savsav Dianmoga hangiqib qarab qoldi. Hamda Dianmoning jang boshlanmay turibla tabriklash ziyofatiga tayyorlik qil deganidan qaraganda, uning o'ziga haqiqatan ishonchisi borligini his qilib, haqiqatan talant egisi bo'lishga munosib gap. Bundoq bo'lsa-mu mayli, qo'shinning jangovarlik ruhini ko'targan bo'lamiz deb o'yladi. Vaqt qiz. Amisa hozirda berib o'rinlashtiray. Savsav ikki qo'lini Dianmoning mo'risiga urib, kulib turib bundoq dedi. Janoblarining to'pisini ko'nglimda chin saqlayman. Men Lyuboni mag'lub qilib qaytib kelgandan keyin sizni tortiqlay. Begimga hashqalla. Savsav ishik oldiga kelib, Dianmoga tapilib mundoq dedi. Bugun kecha butun qo'shin Dongjay kenti atrofiga borsa, bargohimiz quruq qoladi. Men bir to'p sarxil chavandozlarni taqsirning bexatarligini qo'g'dashga qoldirib qo'yay. Begim, hojati yo'q. Dianmo texi yeb ichib-atgan Dianveyni yeniga tortib mundoq dedi. Begim, Lyuboning jahonda tangdishi yo'q. Cho'ng og'amning bo'lsa, tumanligan lashkarga taqobil turadigan jasorati bor. Yenimda u bor bo'lsa, menga hech bo'lmaydi. Savsav bu gapni anglab, beshini sal lingishtirib mundoq dedi. Zishang, Zijining bexatarligini sizga topshirdim. Eningizni cho'qim yaxshi qo'g'dam. Begim xotirjam bo'ling. Men inimni cho'qim yaxshi qo'g'dayman. Savsav Dianveyning ahmoqlarcha turqini ko'rib, kulib qo'ygandan keyin mundoq dedi. Mening qaytib kelishimni saqlam. Savsav gapini tugitib bo'libla ketib qoldi. Ağa, bugun kechidagi jangda cho'qim vaziyatni o'zgartgili bo'ladi. Siz cho'ng qo'shinga agishib jangga chiqmaganligingizdan afsuslanarlik his qilamsiz. Savsav ketgandan keyin Dianmo Dianveyni qaytadan o'ltirishga chaqirdi. Ağa, qani o'ltiring. Ko'nglim yerim bo'lmaydi. Ata-onam jon uzish oldida holingdan cho'qim yaxshi xabar elishimni toplagan. Men sendan ayrilmayman. Dianvey parvo qilmagan holda eshib qolgan yerim to'xoni tutib g'ajilashga boshladi. Dianmo beshini sal lingishtirib, faqat o'zini anglay oladigan ovoz bilan mundoq dedi. Ağa, xotirjam bo'ling. Men cho'qim bir jangda danqingizni chiqaraman. Lekin hozir fursat kelmadi. Savsav bargohdagi cho'ng chediriga qaytib kelib, heliqi xat yozgan odamni izlayotgan qalamdor va alamdorlarni chaqirib keldi. Ko'pchilik Dianmoning planini anglagandan keyin
nihoyatda hayron bo'lishdi. Bu qanday bo'la? To'g'ri. Begim, hozir keşip ketdi. Bizning bargohimiz Do'ngjay kentidan 40 necha chaqirim yiroqlikda. Birodarlarmi bir kun jafo chekdi. Bo'lmasa Şahudun Savsavning o'tkir ko'zlariga qarab, so'zini davomlashtirishga petin olmadi. Agar bugun kechida ushtumtut hujum qilmoqchi bo'lgan odam biz emas, balki Lyubu bo'lsa, siz Lyubuga birodarlarim bak herib ketdi. Sizlar boshqa kuni yana ushtumtut hujum qilinglar odamsiz. Savsav shundoq varqirgandan keyin hech kim yana gap qilishga jur'at qila olmadi. Zishao Wenzi Wenchen uchunglar, onun atliq lashkarini boshlab Dongjayga hujum qilinglar. Saurin, Yujin, Lejin uchaylan alamdorlar qatoridan o'tirg'i chiqib mundaq dedi. Xo'p. Boshqa sang'ullar, men bilan billa Chishanga berib pistirmi quringlar. Sauqun, Shaoxuyuan, Shaoqudun, Liuchan qatorliq alamdor sarkardalar o'tirg'i chiqib mundaq dedi. Farmon berdormiz. Savsav qo'lini pulanglatib mundaq dedi. Farmonimni yetkazinglar. Darhol qozonni ko'mib tayyorlik qilsin. 3-chesak vaqti bo'lgan hamon yo'lga chiqamiz. Farmon berdormiz. Sang'ullar Savsavning farmonini elib chaqmoqdek tez harakat qilishga boshladi. Savsavni savut kiyishga boshladi. Uning jonbozlik mahorati garchi nachar bo'lsa-mu, lekin u hukmron bo'lguchining sarkarda lashkarlar bilan birga bo'lishi kerakligini obdan biladigan bo'lib, u sapning oldida ma'murdan taqdirdimi, birodarlarga ularning yanida o'zi borligini bildirib qo'yishi kerak edi. Shunga bundaq qo'shinda ko'p hollarda o'limdan voz kechishga jur'at qila oladi. Begim haqiqatan donishmankan. O'ylamag'an yerdan shuncha qisqa vaqt ichidila dushmanni yo'qotadigan mushundaq nuqsonsiz tadbirni o'ylab chiqdi. Lyuboni demayli qo'yayli. Ikkimiz birlashsakmi, mag'lub bo'lishimiz mumkin. Chongyu cho'ng chedirdan chiqqandan keyin yuragi her ham o'rtangandek his qildi. Bir chetda turgan Shunyu uningga ovoz qo'shmay, aksicha cho'nqur xiyolga petib qoldi. Venro, nima o'ylayapsiz? hech yo'q. Men faqat bu ishni g'alati his qildim. G'alita? Shunyu beshini ko'tarib yulduzlarga qarab mundaq dedi. Gugum vaqtida begim xat yozuvchini topamsak, hargiz o'z beshimchilik bilan jangga otlanmayman degan. Lekin hozirchi hey. Chongyu kulib turib mundaq dedi. Ha, begim lashkariy ishlar dasturini obdan biladi. Shunga lashkar ishlatishda ko'p hollarda o'ylamag'an yerdan chiqib, pat-pat g'alati planlarni tuzdi. Bu dal uning bizni jalb qiladigan yer emasmi? Hech qanday g'alati yeri yo'q. Balki men ortiqcha o'ylab qolgandim. Bu tadbirni bek xatarli his qildim. Ammo begim Lyubuning cho'ng bargohga qaytirma hujum qilishidan qilchi ansirmidi. Bu uning izchil gumonxo'r mijoziga zid. O'g'o, shu. Bu ish haqiqatan g'alati. Ularning Savsavga agashgan vaqti qisqa emas bo'lib, Savsavning mijozi ularga ayon edi. Shunga Savsavni xatarga tavakkul qilib hujum qildirishi tas emas bo'lib, lekin uni mushundaq jon bilan o'ynashadigan usul bilan hujum qildirish bak tas edi. Faqat Shunyuning ko'zlari chakchiyib ketdi. Ha? Faqat nima? Chongyumu qadimini to'xtatdi ham uningga qaradi. faqat begimning kaynida talant egisi yo'l ko'rsatgan bo'lsa, Chongyuning ko'zlari chakchiyib, hayronlik bilan mundaq dedi. Demakchi bo'g'ingiz, begim uningga xat yozgan heliq kishini tepib oldimi? buni faqat begimni biladi. Biz yana bir oz saqlab boqaylik. Shunyu yana o'ylanavermadi. Chunki bu u o'ylashga tegishli ish emas bo'lib, hozir uning qila oladiganini faqat xotirjam holda oldingi saptiki jang ahvolini kutish edi. 3-chesak vaqti bo'lganda qo'shin bargohdan chiqdi. Saurin Sav qo'shinining barliq otliq lashkarlari bo'lgan 3000 otliq lashkar va 7000 piyoda lashkarni boshlab Dongjay kentiga qarab yo'l oldi. Bu davrda jang eti
odamlardan qimmatli bo'lib, bu 3000 otliq lashkarni qo'lga keltirish uchun sov nurg'un zehni va moliya kuchini sarf qilgan edi. Ular sov qo'shinining tig' uchi bo'lib, dushmanning mudofiasini bosib o'talaydi. Savrin Dungjay kentiga kelganda tong atay deb qolgan edi. Ko'pchilikning kutganidek Dungjay kentining mudofiasi haqiqatan bo'sh bo'lib, atrofda qorovullarmi yo'q edi. Buning bilan Savrin xotirjam bo'lib, g'azab bilan mundoq dedi. Birodarlar, kentdagi qaroqchilar bizning qarindoshlarimizni qirg'in qilgan odamlar. Ularni o'ldirib, kunduzi urushda o'lgan qarindoshlarimizdan qisosini olaylik. O'ldiraylik! 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 Cho'ng qo'shin shiddat bilan yugurishga boshladi. Savrin, Yujin, Lojin uchaylan boshlamchi bo'lib yo'l echib, xuddi xanjardek Dungjay kentiga bosib kirdi. Kent eg'izidagi mugdab turgan qorovullar nima ish bo'lganligini aniq ko'rmay turiblar, bo'yni qonga bo'yaldi. Ko'zitish supisidagi ogohlantirish signali chelinganda, sov qo'shinining ustun bir qismi Dungjay kentiga kirib bo'lgan bo'lib, bir maydon qirg'inchilik shuning bilan boshlandi.